Aziz qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunini diqqatingizga sunamiz. Wall ko'chasi shirkati BlackRock cho'ng qutdagi yadro qurollarini yasaydigan taxminan 30 Xitoy shirkatiga necha million dollar mablag' solgan. Washington vaqti xabar torining 30 aprel kunidagi xabarda aytilishicha, qurultoy uchun tayyorlangan aqllar omirining doklatiga qaraganda, Wall ko'chasi shirkati bo'lgan BlackRock Amerika hukumati jazolagan Xitoy armiyasi bilan munosabati bor Xitoyning cho'ng tipdagi yadro qurollarini yasaydigan taxminan 30 shirkatiga necha million dollar mablag' solgan. BlackRock gerçi muhit asrash, ijtimoiy va boshqarish siyosatini yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, 2022 yildagi Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonunini yo'l qo'yish jarayonida jazolangan Xitoy shirkatlariga 50 million dollarga yaqin mablag' solgan. Dokladda aytilishicha, Xitoyning siyosiy rahbarlik qatimi Amerika bilan bo'lgan urushga tayyorlik qilish uchun harbiy sohaga mablag' solish orqali texnikani taraqqiy qildirishga yetaklaydi ekan. BlackRockning Xitoyda yadro quroli ishlab chiqaradigan shirkatlar bilan savdo qilmaydiganligi tilga ilingan dokladdan amaliyot shuni isbotladiki, BlackRockning Amerika zaminini xatar ichida qoldirish uchun tajovuzchilik bilan yadro o'q beshini to'plamoqchi bo'layotgan Xitoy shirkatlarida peyi bor degan natija xulosalangan. BlackRock 2021 yili Xitoyda butunlay ig'dorchilik qilgan mablag' fondi tijoratini yo'l qo'ygan tunji yer shari mulk direktoriga aylangan. Dokladda Xitoyning yadro qurollari bilan bog'lanishliq Xitoy yadro qurollari markazining kam bo'lsa bo'lmaydigan partiyasi ekanligi aniqlangan ikki shirkat tilga ilingan. Dokladning xulosasida Amerika pul muomala apparatlari Xitoy Xalq Jumhuriyatining harbiy nishonini ilgari surib, Xitoy Kompartiyasining kishilik huquq dafsanchiligini sodir qilishiga yordamlashgan Xitoy shirkatlariga milliard dollar mablag' soldi deyilgan. Joe Biden hukumatiga qurol yarog' chiqimi Amerika, Xitoy va Rossiyadan qolsa, har qaysi davlatlarning mudofaa xamjodiga qaraganda texnik ko'p berilgan. Amerika Majlisining axborot kanali bo'lgan To'piliq xabar torining 29 aprel kunidagi xabariga qaraganda, bir necha oy davomlashgan siyosiy talash-tortishdan keyin parlamentning 95 milliard dollarlik chet el yordam planida bosish hosil bo'lib, Joe Biden hukumatiga qurol yarog' chiqimi Amerika, Xitoy va Rossiyadan qolsa, har qaysi davlatlarning mudofaa xamjodiga qaraganda texnik ko'p berilgan. Biden hukumati hozir dunyoning yarmidan ko'pragini tashkil qiladigan Yevropa, O'rta Sharq va Hind Tinch okeanidan iborat 3 cho'ng jug'rafiyalik rayondagi to'qinishni to'sishda muhim kuchga ega ekan. Bu Amerikaning ilg'or qurollarining Ukrainaga texnik ko'plab eqishiga unumli yo'l ochadi ekan. Biden chet elga yordam berish qonun loyihasini imzolashdan burun Ukraina Amerika maxfiy ta'minlagan uzun musofirlik ATACMS boshqarilgan bombani Rossiya armiyasiga qarshi ishlatishga boshlagan. Bu qonun yo'lga qo'yilgandan keyin 5 burchaklik bino darhol Ukrainaga 1 milliard dollarlik Amerika qurollarini avatgan. Ukrainaning Rossiyaga taqobil turish uchun Ukrainani 60 milliard 800 million dollar bilan ta'minlaydi ekan. Mablag'ning ko'p qismi Amerika mudofaa hududgarlari va 5 burchaklik binoga ishlatildi ekan. 26 milliard 400 million dollar Avstraliya va Amerikaning O'rta Sharqdagi harbiy harakatini qo'llaydigan bo'lib, Tayvan va Hind Tinch okean rayonining bexatarligi uchun 8 milliard 100 million dollar ajratgan. Amerika, Yevropa va O'rta Sharqdagi to'qinishga qancha uzun aralashib olsa, Xitoyning Tayvanga tajovuz qilish ehtimolligi shuncha yuqori bo'ladi ekan. Bidenning eng yangi mudofaa xamjodi va Hind Tinch okeani uchun 95 milliard 300 million dollarlik yurishlik mablag'i chiqimi Xitoyni upirtishni ikkinchi vazifa qilganligini ko'rsatib bergan. Xamjod Hind Tinch okeanining ochqishliq iqtidorini to'liqlashda yetarsiz bo'lib qolmay, yana Virginia darajalik suvosti paraxodining ishlab chiqarilish nishonini har kuni 2 dan 1 ga tushirish orqali ba'zi programmalarni qisqartirdi ekan. Xitoyning yer usti dengiz floti hozir Amerika flotidan ko'p cho'ng ekan. Xitoyning Rossiyaning yordamida yangi bir avlod yadro qurollari suvosti paraxodini qo'zg'ashi mumkin ekan. Xitoy dengiz armiyasining taktikasi Amerikaning suvosti paraxodi qatorliq turli paraxodlarning Xitoyning dengiz o'ylisida harakat qilishini texmo qiyinlashtirib etgan. Sanoat ministrligi Xitoyga bog'langan mashinalar haqida ogohlantirish bergan. Fox xabarlarining 30 aprel kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Savdo ministrligining 60 kunlik ommaning inkosiga ochiq ko'zniki Xitoyga bog'langan mashinalarga aloqador bexatarlik qarta andish tufaylidan etilib qolgan. Oldingi o'rinda turadigan qatnash guruhi Amerika mashina sanoatiga keladigan yoshirin tahdid haqida qattiq ogohlantirish bergan. Bu tahdid chet ellik raqiblar bo'lib, Xitoyning mushtirlarning sezgir uchurlarini o'g'irlash, hatto
to'g'ri hujumni qo'zg'ash orqali munosabatlik mashinalardagi texnikani o'g'irlash ehtimolligini o'z ichiga oladi ekan. Bu texnika boshqa yo'lovchilarning nima qilayotganligini his qilish va yoshirin xatarni aniqlash uchun 300 metr ichidagi qisqa musofalik xabarlashish, o'zaro almashtirish orqali erishgan sonliq ma'lumotlarni ishlata ekan. Bu uchurlar mashina ta'minlash zanjiridagi mashinalarga kirgizilgan ilg'or Xitoy zapchastlari tarafidan xatarga uchrashi mumkin ekan. Bayden hukumati davlat bexatarlik xavfini hal qilish uchun ikkinchi oyda tekshirishni boshlagan bo'lib, Oqsaroy bayonotida ulangan mashinalardagi kamera va senzordagi zo'r miqdordagi sezgir sonliq ma'lumotlarning xatar elib keladiganligini ko'rsatgan. Ulangan mashinalar shofir va yo'lovchilarga munosabatlik nurg'un sezgir sonliq ma'lumotlarni to'playdi ekan. Doim kamera va senzor ishlatib, Amerikaning ul aslihalari to'g'risidagi tafsiliy uchurlarni xotirlaydi ekan. Halqiliq ul asliyaga bevosita ta'sir ko'rsatadi ekan. Iroqdan kontrol qilg'ili yoki cheklagili bo'ladi ekan. Xitoy odatda to'liq qurashtirilgan mashinalarni bevosita to'sish emas, balki Kanada va Meksikada ishlab chiqarilgan zapchaslarni ta'minlovchi bo'lish sifati bilan Amerika mashina bozoriga kirgan. 2023-yili Meksika Amerikani eng chong mashina zapchaslari bilan ta'minlovchi davlat bo'lib, Xitoy 3-o'rinda turgan. Xitoy Meksikani 2-chong mashina zapchaslari bilan ta'minlovchi ekan. Psixikamizdagi mustamlikadan qutulish muhim. To'g'ri ong saviya xalqlarni mustamlikadan psixika jihatdan va axloqiy jihatdan ozod bo'lish yo'liga yuzlandirdi. O'zimizdagi mustamlikani qabul qilish psixikasidan ozod bo'lganda, ondan siyosiy ozodlik harakati boshlandi. Chunki mustamlika mahkumlikqa duch kelgan millatlarning ijtimoiy aloqasiga ta'sir ko'rsatib qolmasdan, balki ularning psixikasiga, ro'yiga va vijdoniga qadar ta'sir ko'rsatadi. Shunga siyosiy jihatdan ozod qilish harakatidan ilgari nafsiy, ro'yi va vijdoniy jihatdan ozod qilish va ong saviyani o'stirish harakatini boshlash muhim. Jamiyatshunos mutafakkur Malik Nabiyning fikrlaridan uzundilar. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.